Assalomu alaykum. Sho'xtila obunachilari, bugun biz Chalishga keldik. Hozir bahor fasli, ayni shu mevalarni, gullarni ekadigan sezon bo'lib turibdi. Hozircha vaqt bor. Shuning uchun ham biz Vodiy gullari nomer 1 keldik. Chalishda joylashgan. Bilasizlar, bu bog'bon akamiz bizani bloger hovlimizni o'tgan yildan beri bog'larini chiroylatib chiqarib berib turibdi. Manzarali daraxtlar, mevali daraxtlar, gullar bilan bezashtirib, taqlashtirib turibmiz. Bir yildan shu shu ekkan daraxtlarimiz bu yil meva beradi deb shu kutib turibmiz. Xudo xolasa shu suvinib turib, sizlar ham shu bog'laringizni ko'kalamzorlashtirish uchun, mevazor qilish uchun shu Vodiy gullari nomer 1 yana keldik. Hozir esa ichana kelib turib, sizlar bilan mevalarni, klubnikalarni, gullarni ko'rib danishamiz, narxlardan bilib olamiz. Bu yerning adresini sizlarga tushuntirib o'tamiz. Imkondan yana Chalish tarafdan kelaverasizlar. Vodiy gullari nomer 1 mevali va manzarali daraxtlar deb yozib qo'ydi. Yana ish yerdan girsangizlar ham bo'ladi. Sal o'tib ketsangizlar, yana bu yerdan kirib, aylanib, shunda tib girsangizlar ham bo'ladi. Bu yerda katta deb bog'bon deb yozib qo'ydilar. 1, 2, 3, 4 dona parniki bor. Shuning ichida har xil mevalar, gullar joylashib turibdi. Yana hamma yerdan kelib olib turibdilar. Odam ko'p bu yerda. Yana bunda Amudaryoni ko'piri, bu yerdan o'sha Beruni, Qoraqalpoqqa o'tib ketasizlar, shura 7 mindirib joylashib turibdi Uglovoyda. O'yna Qoraqalpoqdan ham yetib turibdilar butun. Urganchdan ham yetib turibdilar. Hemen doldurib tashlabdilar yana. Aksiya deydi-ku. Chornaya magiya. 5000 so'mdan qo'yib beribmi? Gullarni. Yana aksiya ham qo'yib berdilar bu yerda. Chirindilar ham bor. Girib ko'ralik ham, so'ralik ham o'zindan. Assalomu alaykum, Abdujalil aka, qandaysiz? Bobo dehqon. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Sog' yaxshimi? Qalaysizlar o'zlaring? Chiroylatib nallab ketibsizlar-ku aka. Zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Endi yana ham gazonlarni ekib, qolgan kamchiliklarni qilsak, ko'changiz ham shu ichkariga o'xshab chiroyli bo'lib qoladi, xudo xolasa. Nov yangiliklar qildingiz. Endi yangiliklarimiz endi mana 5000 dan qo'yib berdingizmi ya? Avo, aksiyada bu aksiyami? Aksiya. Chorniy magani bu 40 kun 45 kunda gullaydigan, bu ko'p gul beradigan bo'ladi. Buni men yaqinda ham aytdim, atirgulchilarga tashab qo'yinglar deb video qilganimda. Buni asosan atirgulchilar, Vodiy, Toshkent, Nazarbayevda ham atirgulchilar hammasi biladi. Bu ko'p g'uncha qiladigan chorniy maga bo'ladi. Bo'y o'sib ketavermaydi-da, ko'proq gul beradi. 40 kun 45 kunda gullaydigan chorniy maga mashhur bo'ladi. Bu 1 yoshligi o'zi. Shu borimi shu endi buni? Ha, hozircha mana shu yerda bir 2000 ta gulimga aksiya qo'yganman. Xudo xolasa. Yashlab olib ketaveradi-a? Mana yashlab chiqarib turishibdi. Lekin chorniy magani haqiqiysi mana shu bo'ladi. Yetdi. Chorniy magani haqiqiysi. Buni podelkalar ham bo'ladimi? Yo'q, aytyapman-ku, chorniy maga 2 xil bo'ladi. Bittasi metrovka chorniy deydi, bo'y o'sib ketadi, gulni kamroq beradi. Bittasi toza chorniy deb aytamiz biz. Toza chorniy. Ko'p tozasi. Ava, ko'p gul beradi. Bu chirindilar ham sotib turibsiz axir. Ha, chirindi ham mana shu paxtazod Misrdan tayyorlagan chirindimizni, xudo xolasa sotyapmiz. Qaychani kiradi. Nimalarimiz chiqib ketyapti, avatar uzumlarimiz. Hali siz bilan mappida borib 2 dona tashlab keladigan nukusga aslida. Mana avatarlar ham chiqyapti. Ey, bellar ham ko'raylik, bunda toza gullar kelibdi. Mana sizni uyingizga nallagan. Shundan nalladik-a? Anjir shotdan donat degan sorti, tomiri jefda. Jef degani karlikvi, yarim pakana bo'ladi. Bu ko'chaga nalladik biz. Ko'chaniki o'zi bu. O'zi qolgan bo'lsa bir 50 dona qoldi xolos menda. Bundan ko'p edi. Bundan menda 2000 ta bordi. Fermerlarga ko'p. Limonmi ya? Ava, Toshkent limonlar ham sotib boshladingizlarmi? Avval yo'q edi limon. Bor edi. Bo'lmadi. Ko'paytiribsiz siz onda. Yilda bo'ladi limon menda. Necha so'mdan limonlar bu? Limonlar 100 ming so'm, 120 ming so'm katta kichigiga qarab. Bular Toshkentski mir degani, meva tezroq kiradigan, keyin yupqa po'chaq bo'ladi. Tikon ham bo'ladimi bu? Bu tikon bo'ladigan, masalan, mashinasi, bu erkak shoxasi. Bu erkak shoxa bilan mana bunisi erkak emas. Bunisi mana shu erkak shoxa bo'ladi. Urg'ochisini ham olish kerakmi uni? Yo'q, uni abresiya qilib chiroyli qilib beramiz. Sunnat qilib, ha?
sunnatini qilib beramiz. Mana ko'ryapsizmi? Bu so'lib qolmaydi. Tuvaylarga ham ekib qo'yamiz biz. Tuvaylarni ham Bu yerda yana gullar ham chiqibdi-ku. guldi. Oh, yana. Turetskiy gvazdika. Turetskiy gvazdika. Qishda bu ko'p yillik bo'ladi, qaytadan yana bahorda chiqaveradi. Bahorda gullashni boshlaydi bu. Bahordan kuzgacha gullaydi, yana qaytadan chiqaveradi nimaga? Necha so'mdan qo'yib turibsiz bularni? Bular 12 ming so'm. Shu bir divang. Avo, lekin 12 ming. globus bo'lib ketadi bu. Ko'payib ketadimi? Avo, ko'paytirish yonidan shoxa olib ko'paytirasiz buni. Bunday shoxasini olib ko'paytirasiz. O'zi kattayib ketadi, kuzakkacha kattayib to'tki bo'lib qoladi. Klubnikalar bor. Qulupnikalarimiz bor. Qulupnikalar, koreyskiy qulupnikalar bor. Necha so'mdan bular? Katta paketlarimiz 10 ming so'm, kichkina paketimiz 5 ming so'm. Farqi paketda xolos. Nimagadirki, katta paketga chirimni ko'proq ketgan, mesni egallagan, keyin ishchilar, hamma tomonlama nima? Farq shunda xolos, sorti bir ikkisini. Keyin Fatiniya. Fatiniya. Yevropaniki, sizni uyingizga berganimdan ham bu kattalarni olib kelib qo'yganman. Ate shoxasini qirqdimki, o'zim shakl beryapman, globus qilaman. Endi sizni bitta kamchiligingiz bir dona sizga ketadi. Xudo xolasa. Yo'q, hay, Bloger hovlisiga. boshqa narsa ekanmiz. Yana ham antikvaridanmi? Ha. Bo'ldi. Uni nima qilaveramiz? Bular archalar. Archalar obunachilarimiz uchun. Menga tavsiya qilib o'tirmaysiz. Men archa aytmayman. To'rtta podarka qilaman, sen archani yomon ko'raman degansiz-ku. Yomon ko'rmayman-da, lekin bizdan men to'g'ri kelmaydi. O'zi men siz ham hamma yerda archa ekib yotibdilar o'zi. Quritib, bu ham Yevropa yotibdilar. Bu Yevropa. Bumi yo balkimi? Bu ham Yevropa, bu ham Yevropa. Duvakda turibdi yana. Mana cho'tki bo'lib. Kim archaga qiziqsa olaverasizlar. Necha so'mdan bular? Bular Yevropa. 1 million 300 ming so'mdan. 1 million 300 ming? Avo. Oh, shu. Yana 1 million 300 ming shu bir duvakda turgan-a? Tuprog'i bilan kelgan, ko'ryapsizmi? Tuprog'i bilan. Bu chet tuprog'i bu. O'zining nimasi bilan mana. Oh. Bir tandir olasizlar, quriganni ana tandir go'sht bosaveradilar. Stek qilganda stekka tashab cho'tki bo'ladi. Mana bunaqa archalar ham bor yana. Avo. Oh, yana bu gullar zo'r ekan. Bular biza Turkiyada ko'rardik shuning gullarni. Shulardan bu daraxt bo'lib ketadi. Daraxt bo'ladi. O, ina. Siz juda ko'p narsani bilasiz. Mushbularni ham topgansiz bo'lasiz. Bu ham daraxt bo'lib ketadi. Bu endi Xorazm sharoitida tashqarida turmaydi. Bu agrajdeniyat qilib qo'ysam bo'lar edi. Avo, agrajdeniyat qilsa bo'ladi. Lekin Xorazm sharoitida bu sovuqqa chidamaydi. Chidamaymi? Undan chiqib bo'ladi, ichanda ekan. Ichonga qilgan ma'qulroq. Zimniy satlar, ay. Zimniy sat qilib. Shular ham ma'qul, ay. Lekin bu daraxt bo'ladi bu, bilasizmi? Ava. Bu daraxt bo'ladi. Ay, go'ma nataveradilar qishda. Ava. Bu nima bo'lgan nimalari? Har bir tizimdagi o'zgarishlarni joylarda odamlar sezishi kerak. Rostmi? Mana oldin kelgan paytimdagi oxir vodiy gullari. Men sezdim ana bloger hovlisida. O'sha bu yil meva barada turibsiz-ku, gullaganini ko'rdik. Xudo xolasa. Oho, biroz chiqdi, ishlanmasi ketadi o'nang. Ava, bular chiqib ketadi. Hozir Qo'ng'irotga, keyin Taxiyatoshga, xudo xolasa chiqib ketyapti nimalarimiz. Yaponliklarni ko'ramiz. Ha, bu mevali daraxtlar. Fatiniyasini bu anda qo'yib qo'ydilar, taxlab. Olmalarimiz, olmalarni ham hamma nimalar navlarini 10 ming so'mdan qilganman. 10 ming so'm. 10 ming so'mdan, donasini 10 ming so'mdan. Bundan tashqari qora olamizni Black Splendor qora bo'ladigan, ichi ham qora bo'ladigan bor. 25 ming so'm bu Black Splendor. Keyin Ispanskiy sliva bor. Ispanskiy. Bu 20 ming so'm o'zi biznesni. Bo'ladi ekan. Murabbo ham ketaveradi, bu murabbolar ketaveradi, zo'r. En trenddagi Pink Lady olma. Bu ham 10 ming so'm menda. Pink Lady Rozgulf degan olmada. Ava, sizga Pink Lady olmoqdim. Qishda qor yoqqanda ham ustida turadi. Cho'tki qor yoqqanda ham zo'r bo'lib turadi. Mana ko'ryapsizmi? Qishda -3 gradusda ham o'zim o'g'ay duraveradi-a? Ava. Divinni olib yuboramiz. Ko'chadagilar bilan maqam ko'rbang. Kivinokim ozgina qoldi mana sizga ekkan kivinokimizdan mana. Kivinoki shuning bo'ladimi? Hosildorlik. Tumaloq bo'ladi ekan-da, mana ko'risha. Bilisiz ko'rasiz. Masala bo'ladimi? Mazasini aytasiz, video qilib tashlab berasiz, xudo xolasa. Mazasi ham gap yo'q. Instagramda ham yuritib turibsiz yangiliklarni, nera borganlaringizni, nerda navlan tutirib qo'yganlaringizni ko'rsatib yuribsiz. Qo'yib beramiz Instagramdan. Xudo xolasa. Telefoningizdan qo'yarim bu safar
bloger hovlisini qo'yma dedingiz, vaqtim yo'q dedingiz. Mayli endi Bu safar mayli telefon nomerimni qo'yaveramiz. qo'yavering, nima qilamiz? Telegramda yozsa yaxshiroq bo'lar. Endi to'g'ri tushunishadi. Men haligi ish bilan to'g'risi telefonni ko'tara olmasam, yosh katta odamlar shunday savol berishadi, juda qiziq savollar berishadi-da menga. Kecha endi birisi telefon uryapti, anjirimi mutiki deydi, pastga qarab o'syapti deydi. Endi shunday bo'lishi mumkinmi? Anjirni mutiki deydi, pastga qarab o'sib turibdi deydi. Mendan oldin 3 odamga telefon urgan yonimdagilarga, keyin menga uryapti-da. Shunaqa qiziq savollarda berishadi-da. Soat 10 da ham telefon urishaveradi. Endi to'g'ri javob berishimiz kerak-ku. Hali cherishtirib oshirishib yoradi-da. Ena bu Novdeyan Mauser degan Mauser odimi? Mauser degan shuna qizil bo'ladi, yozgi. Gurushami bu? Gurusha? Ha, gurusha ekan. Mauser degan ekan. 25 ming so'mdanmi? Havo 25 ming so'm. Ham yozib qo'yibdilar ekan. Ena bu Narxlar yozib qo'ygan. Krasniy Moskva, kechki shaptoli. Ha. Tuylimi bu? Tukli bo'ladi. Bu 20 ming so'm. Keyin Valovoy Napoleon gilos deyiladi. O'zini o'zi changnatmaydi bu. Bu changnatmaydi. Nechatish kerak endi bunga? Ariboq qo'yish kerak. Ariboqsiz ham changnatmaydi. O'zbekistonda ham boshqa joyda ham Valovoy giloslar changnatmaydi. Yo'q, xo'p, gilos berami? Beradi kam. Kam beradi. Ha. 15 ming so'mdan. Avo. Endi shuning uchun changnatuvchilarga o'tib ketganmiz. Hozir men changnatuvchi giloslarni ko'rsataman. Olma bexi deymi? Olma bexi. Bexilar ham bor, ha. Bu safar assortimentlaringiz ko'p-ku, ha? Olma bexi 25 ming so'mdan. 25 ming so'm. Nuqulari suvli bo'ladi. Yana nuqulari. Nuqulari mana. 25 ming so'mdan bo'lar ham. Buni ham kelishib beramiz. Bundan tashqari vendorga o'taylik, rubitsa o'rigimiz bor. Rubitsa o'rikda yana nechikmi? Erikmi bu? Bu rubitsa, ava. Mana kichkina bo'lib turibman meva qilgan. Qip-qizilmi bu? Qip-qizil bo'ladi. Uning xilisini ko'rmadik lekin. Toza chiqqan, vendorga ustida qoqqa bo'ladi bu ham. Bular kelasi bo'ladimi ikkisi? Ha. Kelasi yilga ikkovsi ham meva qiladi, hosil beradi. 25 ming so'mdan ekan. Havo 25. Malinalar ham bor yana. Malina kultali bo'lsa kultalik, stushni olaman desa stushni ham bor, kultaligi ham bor. Stushni 10 ming so'mdanmi? 10 ming so'm. Kultali olaman desa 10 ming so'm, donali olaman desa 10 ming so'm. Bulardan ham paketga nallanganlarimiz ko'p mana. Qorollarni tomirlisi ham bor, paketlisi ham bor. Qorali 15 ming so'mdan. Yana bu yana kitayskiy roza, o'shay bo'lib gullida turibdilar. Bundan ham ikkini nalladik, o'ynaldan ko'ramiz mana. Mana klientlar chiqarib turibdi malina. Malina 10 ming so'mdan, shu turishi. Havo. Bular o'zimga reklamaga ham meva qiladi deb qo'yib qo'yganman bularni. Bu siz tutib ketamiz o'zi deb savol beramizlar? Beradi, nima deysiz? Ko'p beradilar savol. Tutib ketamiz o'zi deb. Nima deysiz keyin uni? Endi tutib turgan narsa qurib qoladimi deb savol bering deyman. To'g'rimi, noto'g'rimi? Endi haligi bir hayotdan bir, tirik organizm bu. Meva qilib turgan narsa qurib qolishi ham Xudodan. Bizning jonimiz ham kafolat yo'q. Ertaga o'lib qolamizmi, 100 yil yashaymiz, buni Xudo biladi. To'ppa-to'g'ri. Lekin biza sababini qilishimiz kerak. Keyini yumshatish kerak, suvini berish kerak, mehr berish kerak, To'ppa-to'g'ri. Ana shunda tutib ketadi. Menga odamlar deydi, mevasini yeb, aytgan men sortiga garantiya beraman deyman. Shuning uchun mana qarang, siz eng asosiyini aytib o'ting, bobo dehqonsiz. Eng asosiysi baxilchilik qilmaslik kerak deng. To'ppa-to'g'ri. Baxilni bog'i ko'karmaydi deb aytadilar axir. Lekin odamlar uyda zo'r ko'karib meva qilyapti. Ko'karib turibdi axsiga. Xudoga shukr. Bizga ham ko'karib turibdi, yana chiroyli bo'ldi. Chiroyli bo'lib qoldi. Shuncha yana xohlasa men sortiga garantiya beraman deyman. Shuning uchun kelgan. Sorti shuning chiqishina garantiya berasiz. Shunday shirin anormi, shirin anorga. O'zlariga bog'liq endi. Pinkilay olmayman, pinkilay olmayman. Shunchalik tutkizib qo'ydim. Shular uyda meva berib, hosil bersa, men klientim ko'payadi. Bitta odam, ikkita odam bo'lib kelaveradi. Bir-biriga aytibda. Ya'ni bunda anor ham qo'yibdilar, shirin anor. Shirin anor. O'tgan yil yo'q edi masalan, men ko'rmadim sizda anorni. O'tgan yil tugab qoldi siz kelgan paytingizda. Shirin anor, qalin po'choq bo'ladi. Kecha qolib kelganman ekan asal. Qalin po'choq bo'ladi bu. Bunaqa yupqa po'choq emas, lekin qoradon juda ham mazali anor bu. G'o'zlarimiz mana. Yong'oq. G'o'z kimdir so'rab edi mendan, sizda bor ekan-ku. G'o'zlar bor, pakana g'o'zlar bor, Xudo xolasa. G'o'zlar bor. 30 ming. G'o'z endi Xorazmdan tutib turibdi. Turibdi. Biza yosh vaqtda ham ekaradilar, qarindoshlar bor edi. Bizlar ham ekvadik mi yodimda yo'q.
Shponka giloslar. Bulardan ham chiqarishyapti endi. Mana hozir saylab Bular olishdi. olmang. Olma, bu ham hali pinkledi olma ko'rsatganimda qishda ham nima bo'lib turgan. Bu roza Gullar ham bor. Gullarni narginda Oranda ko'rsataman. ko'rsatamiz, Aytda sortlarimiz ko'p. Uzumlar yana. Ava, bu toyfa uzum bu. Taypoda dedi. Ha, toyfa addenning optimga ketadi. Bu o'zini o'zi chaynatadigan gilos bo'ladi. Buni 50 ming so'm deysizmi? Buni Ha, qimmat bu. o'zi vodiyda ham bermaydi, boshqa joyda ham bermaydi axir. Bu tiyaga payvand bo'lgan, real tiyaga degan o'zini o'zi chaynatadigan gilosim bo'ladi. Ullimi yo bu? Ulli bir dona bo'lsa ham, bir dona eksalaringni o'zini o'zi shunday g'ijir-mijir meva qiladi, chaynatadi. Menga shundan nallava deysizmi? Sizga shundan nallaganman. Ko'chayami? Ko'chaga ham, ichanga ham shundan nalladi. Shundan, ha, unda yaxshi. Ko'chaga ham. Hozir ko'rsataman, bir dona qanday 3-yil qanday meva qilayotganini ko'rsataman. Bu yil menda meva berami? Yo'q, Kuzda nima deysiz? Nallava deysiz. kelasi yilga beradi. Kelasi yilga. Bular kalanavidni olmalar. Bular endi buni olmadan nalladik biz ham. Bularimizdan tugagan, hozir klientlarimizniki tuvakka nalla. Klientlarniki Tuvakka nalla berdida. Sana shunda reklama etasiz buni. Hozir kelib urishadilar shundan berdi. Boshida bor edi axir. Tugadi. Ko'rsatmang axirasi uni. Assalomu alaykum. Yana bunda duvakanlar bular ham sotilganmi ya? Yo'q, sotiladi. Bular masalchi balkonga qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Mana buncha tayyor-ang o'zi. Tayyor mana. Korpusda turadigan, domda turadiganlar balkonga qo'yib qo'ysa ham o'zi gullab turadi. Domda, korpusda dursangizlar ham shulardan nallanglar baribir. Chiroyli bo'lib turadi, xo'shroy bu. Mana buni ko'ryapsizmi? Ko'k gulim ko'ryapsizmi? Limba degan sortim qarang. Bunning xilisidan ham bor menda. Qishacha ochilib turdi. Shunday g'uncha bo'lib turdi menda qishda. Chiroyli gul. Baqara kelib qirqib berdik uni. Zo'r, qarang ko'rinishini. Qishdan o'sib turdi menda. Inomda sirenmi bu? Bu buldanez degan gul. Bu sirena o'xshab ketadi ekan. Ava, sirenga o'xshab ketadi. 30 ming so'mdan bir donasi. Gullashni boshladi. Bu qarang buldanezlar. Mana bular gullaganda ham mana shunaqa oppoq bo'lib. Mana o'sha gullash 30 ming so'mdan. Hammasi gullashni boshladi. Yana bu o'zingiz-ku yosh vaqtingizmi ham? Shu yosh vaqtim Beruniga nimalarimni qadrdonlarimni uyiga bergan bor, rasm yozganmiz, tushganmizda. Nechanchi yildan beri yuribsiz Xorazmda? 2005. 2005-yildan beri yuribsiz. Yo'q, ey. Siz bilan 2010dan beri videolarimiz bor. 2010 emas, ey. O'zi 2016da boshladim men. Yo'q. 2018-19da qilganmiz. Karantinda billa 2020 ekan. 20 o. Siz 2005-yildan beri berdingiz. Yo'q, yaxshi. Bu izaveka bo'ladi. Izaveka hamma oqtarib yurgan izaveka mana shu bo'ladi mana. 25 ming so'mdan, tikonsiz qilib paketga nallangan tayyor. Bu yerda Luxnes bilan Natches degan sortim bor bu yerda. Buni bu dikki vinograt soya uchun. Soya meva bermaydi bu. Meva bermaydi. Yozda konditsionerda vazifasini bajaraveradi, bemalol orqa ham bajaradi. Bular aytayapman-ku, hamma oqtarib yurgan izavekani arzon qilib 25 ming so'm. Kurkanmi bu? Dikki vinograt? Yo'q, bexor bo'ladi dikki vinograt. Bu joyga ketaveradi. Archadan yaxshi. Archadan yaxshi. Arzon ham tushadi, 20 ming so'm ekan. Shunaqa. Adamlar ko'p. Na kitayskiy rozalar. Kitayskiy roza. Metrovka deysizmi buni? Bu siz yuzga nallaganman. 120 ming so'mdan, bular. Bunday o'tib olaylik. Isi zo'r ekan, menda ham ochildi ham. Mana bu gullashni boshladi. Isi zo'r mana. Yuqoridan o'sadi-da mana. Chisti ya. 2-3 ta payvand qo'ygan-ni. 2-3 ta payvand bo'lgan bular. Har xil bo'lib, yani bitta, bir tutda 3 xil bo'lib gullaydi. Menda bir xil bo'lib ochildi qo'ygan. Endi boshqalarni aytaman. Har xil aytib-aytdingizmi menga? Sizga ham bir xilligi, bittaligi ham bor, 2 ta, 3 taligi ham bor edi. Endi kelasi yil. Bir yil deganim, bir yil chotki bo'ladi, xudo xolasa. Bularni u. Bular nimalar? Semerenka olmalar, tuvakka ekilgan semerenkalar. Yoshillar o'tib olaylik. Yana bunda bu avatar uzum bo'ladi. Hammaga mashhur bo'lgan avatar uzumlar, xudo xolasa, danaksiz Yevropa navi bo'ladi. Bu Azamat akam Nukusdan, Taxiyatoshdan, Texasdan. Bosim ozroq cheklangan. Cheklangan, rostdan ham cheklangan. Cheklangan, bosib qoldi. Men shuni nima qilardim? Mana bu mevalab turibdi. Mevalab turibdi. Shu holina. Ko'rdingizmi? Yana kerak. Avatar uzum mevalab turibdi. Yana bitta narsani aytib qo'yaman. Bozorda
bozorda men ko'chat sotmayman. Bozorda rasmim qo'yib sotganlarni ko'rdim men. Rasmlarni, videolarni menga juda ko'p odam tashadi. Bitta odam emas, menga juda ham ko'pchilik. Yaqinda 4 kunda ham shunaqa qilishdi dedi, Urganchda ham. Shuning uchun Sizni originali shu yerda. Ava, Çalışyanda. Bog'bonda bas qo'ygan. Bog'bon shu yerdaman men. Original, tirigi. Ava, tirigi. Hammasi Men Padelchi. Men javob bermayman. Yo'q, u gapimda emas. Nukusga borsam, Nukusda aytadiki, sendan dedi 15 ta birov avatar olgan ekan, 2 yil oldinmi, 3 yil oldin deydi. O'zi chiqqaniga 2 yil bo'ldi bu avatar endi tarqayotganiga. Keyin tem bo'layman, Nukusga dastlabki qilmayman. Nukusdagi odamlardan olishadi deb shunday dedimda. Shunga o'xshab Xudo xolasa, chetdan kelib olib kelsa, yana ham garantiya. Misol uchun sizdan yana shunchalik olib ketadi. 100 nima, 1000 nima olib ketib sotadi bir yerda. Unda nechik bo'ladi? Mendan olgan odamlar misol uchun boshqasini aralashtirib qo'ymasa, boshqa joydan arzon o'zim tiqib qo'ymaydigan insopligi bo'lsa, ashuncha o'zimni odamlarimga beraman-da men. Ishonchli bo'lishini xolasalar, to'g'ri ish chalishni o'zindan kelib oladilar. Nukusda ham misol uchun Taxiyatoshga ham Azamat akam ham chestni zo'r halol odam. Shuning uchun asho odamga mana shu nimadan berib turibman. Gelib olib turibdilar. Bu necha so'mdan edi? Necha so'mdan bu? U 120 ming so'm. 120 ming so'mdan. Ava, u 2 yasharliklar 120 ming so'm. 1 yasharlik arzonroq. Mana avatar uzumlarimiz. Avatari yetdi yana, go'kar turibdi. Bu manikür finger. Manikür finger 2 yoshlik. Bu ham manikür finger. Manikür finger. Bu mazasi ham zo'r bo'ladi. Bu ham Yevropaning uzumi. Bular ham manikür. Ey, muqara. Bu ne fistashki ham bormi? Pista ekbari. Bu ne pista ekbari degan nom endi. Shu pistashkada? Pistashka, ish pistashkadan eksak bo'lmasmi-da? Uyga? Yo'q, boshqa narsa ekkanmiz qiz. Hay, bu tutmaymi? Tutadi. Sizga endi kichkinagina joyingizga pistashka bir nimalar bilan to'ldirib qo'ysak bo'lmaydi-da. Bu qishda chidaymi ekan? Chidaydi. Shovotda ham o'zi meva berishni boshladi. Yana pistashkalar ham bor. Instagramga pistashka o'tgan yil aniq ko'rmadim men sizda. Bu yil ekka boshladingizmi? Bultur tugab qoldi. Kech kelgan ekanman-da. Kech keldi. Bu hozir videoni keyinroq ko'rsan chiq bo'ladi. Qanday keyinroq? Mayda ko'rsa. Mayda ko'rsa tugagan bo'ladi. Tugagan bo'ladi. Misol uchun maydan bir narsalarni eksa bo'ladimi? Bo'ladi. Tuprog'i bo'lsa eksiz bo'laveradi. Misol uchun Samarqand, Toshkent, Vodiy tomonlarda yozda ham ekanmiz biz. Hozir sizlar qachongacha ishlaysizlar endi? Biz pagodaga qarab, mana iqlim o'zgaryapti. Oldin fevraldan boshlanardi, to'g'rimi? Hozir martning 15idan keyin boshlandi bu. Xo'p, qachongacha? Aprelning oxirigacha ishlaysizlarmi? Shu mayda ham ishlanadi. Maydan bo'ladi axir sizlarda. Mayda ham bo'ladi. Daraxtlar, gullar bo'ladi. Ava. Yaxshi. Bular ham nima? Manikür finger mana. Pink Lady olmani ham paketga kelganlari bor. Bu Sug'diyona, gigant degani mana shu bo'ladi. Sug'diyona gigant. Mana bu ham tuxumsiz bo'ladi. 15 ming so'm. 15 ming so'm. Hammasini narxini yozib qo'yib bo'lar ekan yana. Endi narxini yozib qo'ymasak so'rashaveradi-da. Mana u nechi pul, mana u nechi pul, bu nima edi deb hammasini rasmi qistirilgan, nimasi qo'yilgan. Ammo sal bardayroq, to'g'ri tushunasiz. Endi savdo bo'lib turgan yerda shuni. Ha, endi ulgumimiz nima qilishga, bu Tuvaydagi gullarimiz, bu Tuvayni o'zida o'stiraveradilar. O'stiraveradi Tuvayda. Bu F1 uzumlarimiz mana 2 yasharlik bo'ladi. Nimaga 2 yashar desa, bultur paketga ekkanman mana shuni. Bulturdan beri, bultur bahorda shu paytda paketga ekkanman. Shundan beri turibdi. Shunda turaveradi. Ava. Endi yana o'tlar o'sib yotibdi shaharda. Doim o't tozalab yurasiz. Yuzga borsam ham cho'p terib yurasiz. O'tlar yomon ko'raman ha. Mana zakas. Oh, tayyor ha? Tayyor. O'tkazib qo'yadi. Xudo xolasa endi remontlarimiz tamom bo'lgandan keyin buni ichonda qo'yamiz biz. Bu ham shunga o'xshab ichonga qo'ygani o'zlari aytishgan. Nima qilib berganmiz? Maqarang yangi yilda archa berasiz menga duvakda. Yanami? Yo'q, archa bezab qo'yaman-da uni. Bu safar yangi toza joyda живой archani bezab qo'yaman-da. Bo'ladi. Nima qilamiz? Ani chetkidan qo'yamiz, ajralib turadi odamlar. Nechga ishining duvaklab borib qo'yamiz. Allergiz bor edi-yu. Yo'q, endi yangi yilda archa qo'yiladi-ku. Shuni keyin bahora kelib yana kelamiz, sotib beraveramiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Chirindi ham bor axir, qaltalab beraverasiz. Ava chirindimiz ham faqat mashin chirindan ishlayman, ko'ryapsizmi? Hamma yo'g'imiz ketishi oson bo'ladi. Oson bo'ladi. Hamma yo'qda mas chirindidan
nima qilib turaman. Yaxshi. Klientlar ham kelib turibdi. Kechdan ishlayverasizlar, ha? Kechda soat 8 gacha. Keyin uxlaysiz, jana deyadi, ha? Ava, ava. Qaraydilar. Ish ko'p, bobo Ava. dehqonni. Bular mana o'zim deb. uchun mana Pinkledi olmas. Sizga berdim-ku, yaqinda berdim u Pinkledi. Ava. Rozgulov. Mashindan bo'ladi. Bu Shundan. M106 tomiri. Sizga ham 106 dan maqgaman. O'zim uchun meva Yani bu- qilgizib qo'yaman. Klubnikalarning shunday uzun duaklar ham qo'ysangizlar bo'ladi. Ava, Balkonlarga chiqarib qo'yiladi ya. Korpuslar bo'lsa. Endi sirenni oq xilisi ham kelibdi endi. Oqi ham toza qo'shildi bu yil. Qizili hammasidan bor. Uzun bo'lib o'sadidan bu, ha? Bu anda o'sha gullar ketdi yana. Bunda roza gullar Faqat hammasi. gullar, roza gullar. Sari kerak bo'ladimi yana Sari 10 ham ming so'mdan. shunaqa nima? Cho'rnimaga 5 mingdan qo'yib berdi aksiyaga. Bu chirmashidg'on, Vyushi roza. vishu roza deyiladi. Endi Moskita yana bo'ladi. bitta narsa, bu rozalarimga ham aksiya qo'yganman. Misol uchun, Bu 20 ming so'm ekan. 20 ming so'm pochka Bu pakroniga pochka paykir. Ava, Ma aytib ko'rmadingiz. sizga nima qilganim? Pochka Yomon zo'r bo'lib gulliydi ekan bu. Xo'shroq bo'lib, Juda chiroyli g'olib bo'lib gulliydi. turaveradi ekan. pochka pakron hamma rozamni 30 xil svetda roza gulim bo'lsa, 20 ming so'mligini ham, 10 ming so'mligini ham hammasini saylab 10 ming so'mdan olaveradi. Ha, 10 ming so'm ham 10 ming, 20 minglik ham 10 ming. Ava 15 mingligi ham 10 mingligi ham Hammasi 10 ming so'm ish. 10 ming so'm hammasi. Mana misol Fabrika keladi. uchun mashinalar ham 15 ming so'mmi? Endi 10 ming so'mdan so'mdan olaveradi. ketdi yana. Lekin mashina hidi bor-ku, Ekib bo'lamoq bilan? Ava hidi bor, isi. Hali siz uyingizda Ha, bering. bundan bor. Ava, yomon aytadi isi. 10 metrdan isi keladigan gul bo'ladi. Isi jal ishini olinglar lekin. Endi dumomomni qo'shray bo'lib turmasligi mumkin, lekin qo'shray ham isi ham zo'r. Isi ham bil Boshqa rozalarga qaraganda sal yupqaroq deymi, narsa yo'q. Lekin bil zo'r bo'ladi sizga. Undan oldida. Mana nima bor? Luxor bor. Taro sariq bor. Hammasidan bor. Shu aytganlaringizdek bo'lib chiqadi axir. Mana misol uchun oqi chiqdi. Mana misol uchun meni limbamdan mana ozgina qoldi. Ko'ryapsizmi? Bo'lmasam vujud tugadi bundan, limbadan. Ha. Boshqa parnigimda bor, limbamdan. Undan ham amallab beramiz. Ha. Babkina ham isi zo'r. Keyin grafinani ham bilishadi ko'pchilik, isi fashi konkret buni ham hidi. Keyin fijanegir bor. Fijanegir. Mana hozir bundan 4 dona qolibdi. 4 dona qoldi bundan. Beatrice deydi. Beatrice. Bundek inobam zo'r ena. atlasnoy bo'ladi. Shoya guli. Nega borganda ko'rdik. O'tgan yil Nukusga borganda ko'rdik shundan. Nukusga birga borganimizda ko'rdingiz-ku. Keyin O'zbekistonda eng birinchi gullaydigan kardinal bo'ladi. Boshqa chet davlatlarda ham kardinal birinchi gullaydi. Mana shu Hammasi 10 mingdan qo'yib berdik. Hammasini 10 mingdan qo'ydik. Bu eski sortu, lekin buni ham men o'zim ko'paytirdim-da. Ko'paytirib hozir kardinalni ham odamlarga mana shundan beryapman. Dolce Vita 15 ming, buni ham 10 ming so'm olishaveradi. Ketdi, aksiya. Aksiyada ketdi. Bu yandan bu yana hammasi gul. Ava. U gullarimiz mana o gullar nima Shuhratbek, bu gullar mana hozir g'unchaga kelib turgan gullar, bu 2 yoshli gullar bo'ladi. 2 yoshli gullarim 10 ming so'mdan olaveradi. U tomonim 3 yoshli gul, 3 yasharli gullarim senasi boshqacha. Uni kelishib beraman o'zim. Undan ozgina bor. Ha, ketdi gullar ham. Aksiyada. Olaverasizlar. Yangi cho'rni magenz lekin 5 mingdan axir, ha? Ava, cho'rni magalar 5 ming so'm. Sim nima dedi? Simsalabin. Voy. Simsalabin dedi, shunaqa bo'ladi. Uji gullashni boshladi, buni ham. Bulancha so'mdan. Bu ham 10 mingdan, ha? Bu ham 10 mingdan olishaversin. Faqat shu cho'rni maga 5 mingga tushdi. Ko'chadagi 1 yoshligim 5 mingdan. Cho'rni maga. Birdan meni olmalarni bosib qo'yibdilar. Gullab turibdi. To'g'ri olib borib naliveradi u. Yana klubnikalar alohida turibdi. Bu Cobra degan 20 ming so'mdan ekan, ha? Yo'q, 20 ta solingan. Ha, necha so'mdan bo'ladi? Bular kichkina paketimiz 5 ming so'm, katta ullisi 10 ming so'm. Paketiga qarab, masalan, mana bu yerda ulli paket. Xolasa paketda meva qizaveradi-da, buni ko'ryapsizmi? Juda chiroyli holatda. Zo'r holatda. 10 ming so'mdan, ha? Ha, 10 ming so'm, 5 ming so'm, ikki xili bor. Bu yerda mevalar.
antikvarlarni bekitib qo'yganman bunda. Mana hozir Nima uchun bekitib qo'yibsiz? Ularni sotmaysizmi? endi bir xilga nimalar oxirida kech qoldim deydi-yu. Aprel tugab, may o'tganlarda shularga ham yetkazishim kerak-ku, yetmay qoladi-da. Bu klientlarga chiqaryapmiz bularni. Va chiqib turibdi. Ha. Mana hozir bu koreyskiy bo'ladi. Sizga mana shundan nima qilganmiz? Mana mevasini ko'ryapsizmi, hosilini. O'tgan yil shundan bermadingizmi koreyskidan? Avo koreyskiy bergan. Qishdan meva etdi voy. Shunaqa. Faqat shu quyosh yetishmadi. Ustiga lampochka yoq qo'ysam qizaracaq edi. Yo, joyizlicha soyada baribir. Yo'q, qishda. Havo. Qishda quyosh yetishmadi. Bu yil ko'p bo'ldi-ku. Salafan Ana u. yopib qo'yish kerak edi. Nau bulut ko'p bo'ldi-da. Salafan beklaganingizda, qarang. Salafan beklaymiz esa bu yil endi. Xudo xolasa. Sal orqaga bo'lib qolsak, qulupnikamiz ham oz qoldi. Hammasi mevada. Xo'rozingizni sotmaysizmi? Xo'rozingiz ham qo'shira ekan. Xo'rozimni to'g'im tug'yapti ham. Oh. Dursuna qarang. Bu keypdor odam bu bog'bon. Xo'rozdan boshqacha xillardan keldi. Avo. Voy. Yaqinda ko'paytiraman buni. Xudo xolasa. Yine kelaverasizlar. Çalışyanda ekrana nomerlerini yazıp kaldırdık. Kulupnikami, gülmü, meyveli daraxt, manzarali daraxt hammasidan bor. Nevine garantiya beradi. Avo. Tuttirish o'zlaringizdan. Ha? Suvini berib, teyini tozalab, Avo. yumshatib tursa, Gilosimni ko'rsatayman, anu bir dona o'zini chaynatadigan bir dona meva qiladimi degan odamlarga bir dona ham meva qiladi, hosil beradi. Shu yerda. Qani? Qo'shnimnikida hozir bir ko'rsatib o'tamiz. Mana shu o'zini chaynatadigan realtiyaga degan sortimiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Ha? Bu yil 3-yil-a, o'shtamog'a? ekilgannimi? Ha, ekilgan. Yurak ketibdi-ku bu O daraxt. katta bo'ladi, bu tez katta bo'ladi bu. Chiyaga payvand bo'lgan bu. Yaxshi. Tana bo'ylab meva qiladi. Bu bir dona bo'lsa ham o'zi changlaveradi deyapman. Ishi hammasi guli gilos bo'lib chiqadi. Gilos bo'lib chiqadi. Mana bu tutganini ko'ryapsizmi? Mana qani. Mana Oo. ina. Ina ko'rdingizmi hosilni? Hosili bor, hammasida xudo xolasa hosili bor. Buni men aytganimki, 4 ta 5 dan ekish shart emas, bir dona bo'lsa ham eksa, o'zini o'zi changlataveradi. Havo ketaveradi. Ekkanimizdan keyingi yil 24 bahorda ekkan bo'lsak, 25-yil bahorda videosini qo'yganman Instagramga. Shu yerda 6 tetita mevasi bormi do'xtamoq? 7-8 bor edi. Ha, bu sizniki, ha? Avo. 7-8 ta mevasi bordi bultur. Bir yil endi qarang endi shuncha meva g'ijir-mijir Xitoyda ko'rishadi-ku, bunday qilib tuvaylarda. Mana endi o'zimizda. Vohay. Bu bodamni ham mana Bodammi bu? Avo, bodam. Mana. Bodamni ham sovuqda o'radik. Yaqinda sovuq bo'ldi-ku, qattiq sovuq. Shunda o'radik buni. Keyin nima? Meva bormi? Avo. Meva tutishni boshladi, xudo xolasa. Oh, ayna chiqibdi-ku yana, ha. Endi mevalashni boshladi. Buni nima? Imondan bor ekan yana meva aytgan, do'chasi chiqib turibdi. Avo, do'chalab qoldi o'zi. Bu o'zini o'zi donat nima bor-ku, shoptoli bor-ku. Shoptolimi bu? Anjir xili bor-ku. Shoptolimi bu? Shoptoli. Toza nalladik buni. Buni mana o'zi gullab ham qopti birinchi yili. Sizga ham nalladimi? Shu turishda meniki ham hali chiqmin turadi mittik. Endi chiqadi, mana bu endi chiqyapti bu ham. Ha, qirqib tashladingiz bilmadim deb keyin men ham ular ham qistirib qo'ydim-da men. Endi bunda qirqqanim sababini aytsam, men 1 litrda tarbiya qilganman buni. Shoptolida 1 yillik shoxa meva qiladi, 2 yillik shoxa meva qilmaydi. Mashindan chiqqani, xudo xolasa, kuzakkacha o'sib chiqqani bor-ku, kelasi yil bahorda shu meva qiladi. Shuning uchun shunchadan qo'ydimki, yondan chiqargan shoxalar kelasi yilga meva qiladi. Hech qachon 2 yillik shoxa meva qilmaydi, 1 yillik meva qiladi shoptolida. Shunga men mashina qilib, yangi shakl chiqqan, shuna qilib 1 litrda tarbiya qildim. Kichkina era meni biroz daraxt ekib tashlabsiz-ku, hang? Buylam ekibsiz o'xshaydi-hang? Buylam ekdim. Biylam mashina Olxo'ri, gilos, mayski, cross. Yana kichkina joyi chiroylatib, bog'ni qilib qo'ysa bo'ladi. Hamma yerini yangi erchakka verib, amasa, stejga qilib tashlab, noves qilish shart emas. Yana go'mguk bo'yib tursa, qo'shray bo'ladidan kayfiyat beradi bu odamga. Avo. Ha, kuri pulni
ya stejkiye bergenden payda yok. Mana bizdan olgan gilosi ham yana toza ekdi bu yil. Yine birler hem ekip taşattılar yine. Bu yil Bir karış yerim. kalanavidni, bu ham bizdan chiqqan kalanavidni olma. O'zini o'zi chaynatadigan gilosimizda mana o'zi yaproq chiqarishni boshladi. Bu ağamız şurada Dastapke'de işleysiz en bu yanda. Kızıktırıp Dastapke- ertti yine Dastapçiklerine. Bir yil dastlab chiqib Paskani Yeniden oldimiz. ekip başladı o şimdi bir anlam kızıktırgandan. Kızıksan zor en bazı. Temiz. Hem epkeli filan kichkina yerlere ektik. Keyik. Bütün hemen eli bundan alıp proba ekip çıkamızdan geldi. Keyinki ileri bu stejkenem kopartasa benimle bağat edeli ağamız. Ukasini joyiga nechta rozan alladik ukangiz joyiga? 350 dedi. 350. 350 ne en? Qalay chiqdi u. Resmini tursa shuni yo'lda ro'zalar, chiroyli. Hamma sortdan qilib 350 ta rozan allatganmiz ukasini joyiga. Bu ne o bu? Güllep koşaray botturgan. Chiya bu. Çiğe mi? Ava chiya. Buni ham sopiq qilamiz deganmiz. Ulgurmadim, to'g'risi gilosga paymant aynaqa pana sopib urmoqchi edik. Anladım. Menimcha endi hammasini ko'rsatib bo'ldik, ha? Ava, xudo xolasa. Endi xayrlashsak ham Xudo bo'laveradi. xolasa. Asasında nomeringizni yozib qoldiramiz. Yozib qoldiramiz. Ekranda Instagramlaringizni ham yozib qoldiramiz. Bemalol bog'lanasizlar da, yana Abdujalil akaga murojaat etaverasizlar. Gerekli bilimlar ham beradi. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa. Yerini nishatish kerak, nav suv solib turish kerak. Shu yerda aytib turadi. Endi originalini olacak bo'lsangizlar, daraxtlarni doğru şu çalışa kelaverasizlar. Ağamız xizmatda chiroylatib, geliştirib beradi narsalarni. Biz esa shuning bilan videoroliklarimiz yakunlaymiz. Agar yoqqan bo'lsa, albatta like'larni bosing, kommentariy ham o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bundan buyanana uylaringiz bo'ladimi, idoralaringiz bo'ladimi, dacha bo'ladimi, klinikalarınız bo'ladimi? Hamma yerni ko'kalamzorlashtiraveringlar. Shunda esa haz etib keyfiyating ko'tariladi, toza havodan nafas olasan va tabiiy mazalı meyvelerini, faydalı meyvelerini yiyip, güllerini suvarib, chiroylatib qo'yilaveradi. Basinglar. To'ppa to'g'ri. Baba dehqon bu arada sizlarga yordam beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Hammani uylarini, ayaldilari bog' bo'laversin. Xo'sh.